Assalomu alaykum, men ismim Ahmadjon. Bugun men sizlarga 6 va 7 chakralarni ochishdan oldin miyani tayyorlab olish uchun men sizlarga hozir shu videoni olyapman va tushuntirib o'taman nima qilish kerakligini. Chakralarni ochish tartibi pastdan qarab tepaga bo'ladi. Ya'ni pastdan 1, 2, 3, 4, 5 chakralarni ochiladi va 6, 7 chakrani ochishdan oldin miyani tayyorlab olish kerak. Chunki miyadagi sasudlar juda ham yaxshi rivojlanmagan bo'ladi u narsa. 6, 7 chakralarni tayyorlamasdan turib, miyani tayyorlamasdan turib ochilsa, bosh og'rig'i bo'ladi. Inson juda ham qiynaladi. Shuning uchun oldin 1 oy shu texnikani bajarib, miyani tayyorlab olish kerak va keyin bu 6, 7 chakralarni ochish kerak. Bu miyani tayyorlab olish uchun nima qilish kerak? Oddiy xayolda qo'lingizda ushlab turasiz. Xayolan tasavvur qilasiz, plastinka. Shu qalingina plastinkani ushlab turibsiz. Yaxshigina kattagina dumaloq bo'ladi. Shunaqa tasavvur qiling. Qo'lingizda ushlab turibsiz. Qo'lingizda ushlab turganingizda qo'lingizda sira seziladi. Nim ushlab turganingiz. Qo'lingizda sirazu ощущениyalar paydo bo'ladi. Issiqlikmi, sovuqlikmi seziladi. Va mana shuni ushlab turibsiz. Ushlab turgan holda siz olasizda boshingizga qo'yasiz. Boshingizdan tushirasiz pastga va tepaga ko'tarasiz. Tushirasiz, ko'tarasiz. Mana shu tarzda 30 marta bajarishingiz kerak. 30 marta tushirib ko'tarasiz, tushirib ko'tarasiz. Ko'taraverasiz shunaqa. Mana shu tushirib ko'targaningizda sirazu miyangizda ichida sezilish boshlanadi. Mana shunday tushirayotganingizda mana shu yerda bunday narsa yurgandek bo'ladi. Shu tushirib ko'targaningizda shu miyangizda ham narsaning tushib ko'tarilayotgani seziladi. Bu sezilganda ichidagi sasudlar kengayib torayadi. Shu tushirib ko'tarayotganingizda shu sasudlar kengayib torayadi va shuni oqibatda bu tayyorlanadi, trenirovka qiladi. 1 oy davomida shu texnikani bajarasiz va 1 oy texnikani bajarib bo'lganingizdan keyingina 6, 7 chakralarni ochishga tavsiya qilaman.